hozir siz eringiz bilan seksual lazzat ola olmayapsiz. Nega shunaqa bo'ladi? Misol uchun siz bolaligingizda, mana подростковый yoshingizda har bir qizni, har bir o'g'il bolani hislari bo'ladi, ya'ni psixoseksuallik davri bo'ladi. Lekin mana shu period yaxshi o'tgan insonlar bor, lekin yaxshi o'tmagan insonlar bor. Ya'ni sizda первичный опытingiz bo'lsa, u opit qanaqa? Agar sizni shaxsiy chegaralaringiz buzilgan bo'lsa, sizga tajovuz qilishgan bo'lsa, agar sizga teginishgan bo'lsa, u sizni yaqinlaringizmi, qo'shningizmi, amakingiz o'g'limi, o'gay otangizmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni psixikangizda teginish, yaqinlashish, lazzat hissi bu uyat hissi bilan va tajovuz hissi bilan nima qiladi? Fiksatsiyalanadi. Ana endi katta bo'lganingizda ham nima uchundir eringiz bilan munosabatga kirishni istamaysiz. Tezroq tugasa, bu munosabatni mendan so'ramasa-da, bu munosabatdan uzoqlashishga harakat qilasiz. Ana endi tanani his qilish uchun emotsional holatni to'g'irlashi inson baribir bu bilan o'zi spravlyatsiya qila olmaydi, bu bilan ishlash kerak. Agar sizda ham mana shu og'riqlar bo'lib va uni yechib hozir va shu yerda lazzatni his qilishni istasangiz, men sizga hozir va shu yerda transformatsion kursimni taklif qilaman. Hozir va shu yerda transformatsion kursim haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, kommentariyalarda bir raqamini qoldiring.